Men qaydaman. Assalomu alaykum. Men Shimoliy vokzaldaman. Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent yo'nalishimiz mashinada ketib poyezdda yakunladik. Sababi bugun ham Samarqandda bo'lishim kerak edi, lekin ustozimiz haqida bugun tug'ilgan kunlari munosabati bilan va har doim eslaymiz. Bugun bir eslash, xotirlash ko'rsatuv bor ekan, shunda ishtirok etishim kerak ekan. Kechasi 4:10da poyezdga chiqib bordim. Mana 8:30da yetib keldi poyezd. Albatta har doim aytaman, ustozni nafaqat insonlar, sherxonlar, shogirdlar sog'indi, balki jayronlar sog'indi, lola qizg'aldoqlar, tilla qo'ng'izlar sog'indi. U hammaga birdek inson edi, hammaga birdek mehribon edi. Shuning uchun bugun ko'rsatuvda ustozni yana bir bor xotirlaymiz. Biz har doim xotirlaymiz. Shuning uchun biz shogird bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa she'r yozarmidik.